Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyet Günü bayramini xotirlash uchun tayyorliklar. Xitoy Sharq Turkistonda yuqori iqtidorli kuzatish kamerasini sinab qilmoqda. Yaponiyaning yuqori darajali palata a'zosi parlamentning muhim yig'inida Uyg'ur masalasini tilga oldi. Mavlud Qandili haqida. Kanada Toronto Sharq Turkiston jamiyati Sharq Turkistondagi zulmlarni anglatish uchun muhim uchrashuvlarni olib bordi. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Muhaciratlik Uyg'urlar har yili iftixorlik ichida qutluqlaydigan bayramlardan bo'lgan Cumhuriyet günini, ya'ni 1933-yili va 1944-yili Sharq Turkistonda Uyg'urlar ikki qatimliq milliy mustaqillik inqilobi jarayonini qurib chiqqan Sharq Turkiston Cumhuriyeti dunyoga kelgan 12 noyabr xotir kunini o'xshash bo'lmagan shakllarda qutluqlashga hozirlanmoqda. Amerikaning tarixiy shaharlaridan biri bo'lgan Boston shahar markazida o'tkazilgan Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini chiqarish faoliyatini o'rlashtirgan bo'lib, Amerika Uyg'ur birlashmasining bu vaqtdagi uqtirishida mazkur faoliyat Bostonda tinimsiz faoliyat qilayotgan faxrlik Uyg'ur olimi, Massachusetts Texnologiya instituti G'ol hujayra tadqiqot markazining direktori Maysam Mutallipova xonim va shundaqla Munavvar Abdulla qatorliq Bostondagi Uyg'urlarning kuch chiqarishi bilan bo'lganligi. 12 noyabr kuni soat 12 da o'tkazilgan faoliyatda shahar markaz maydonida Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'i chiqarilgandan boshqa yana Uyg'urlarning milliy san'at nomerlarini o'rindaydiganligini bildirgan. Maysam Mutallipova xonim faoliyat haqida Facebookda chiqargan uqtirishida zo'r simvollik tusga ega bo'lgan mazkur faoliyatning Boston shahrida o'tkazilishining tarixiy xarakterlik ahamiyatga ega bo'lganligini ilgari surgan. Shundaqla muhacirat yashayotgan Uyg'urlar o'z doirasidagi har darajalik tashkilotlarning o'rlashtirishida o'xshamagan xotirlar, tabriklash, aslash va jangovarlik to'lgan har xil faoliyatlarni o'rlashtirmoqda. Boston Amerikadagi tarixiy shaharlardan bo'lib, u Amerikaning mustaqillik inqilobining boshlanish nuqtasi, shundaqla madaniyat va ma'rif markazi. Nurg'ulg'an xalqaro cho'ng universitetlarning makoni bo'lgan Boston shahri xalqarodagi oliy ma'rif markazi deb ataladi. Erkin Asiya radiosi xabari. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda kishilarning hissiyotini kuzatish orqali ularning harakatini mo'ljallaydigan alohida iqtidorli kameralarni sinab qilishni boshlagan. Texnik xabarlar to'g'ri gazetining 5 noyabr kuni tarqatgan xabarda bu kameralar kishilarning chiroyini skannerlash orqali ularning chiroy ifodalarini o'qiydi ekan va ularning ruhiy kayfiyatini analiz qilish orqali jinoyat gumondorlarini belgilab chiqadi ekan. Sharq Turkistondagi soqchi doiralariga munosabatlik Li Xiaoyu ismli bir tadqiqotchi bu gazetga qilgan so'zida o'zlarining bu texnika orqali terrorlik va atkazchilik qatorli qonunsiz qilmishlarning oldini oladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkiston Xitoy hukumatining yuqori texnikalik nazorat sistemalarini sinab qiladigan bazasiga aylantirilmoqda. Amerikadagi kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Sharq Turkistonda qo'llanayotgan yuqori texnikalik nazorat sistemasi haqida e'lon qilgan dokladida Sharq Turkistondagi cho'ng uchur ombiri sistemasining amaliyotda atalmish kashil paydo qilish ehtimolligi bo'lganlarga zarb berish iqtidoriga ega ekanligini ogohlantirgan. Ular doiralarning hozir Sharq Turkistondagi bostirish siyosatini yanada kengaytib, kashil paydo qilganlarni jazolashdan xalqib, kashil paydo qilish ehtimoli bolalarni jazolash davriga o'tganligini. Jumladan Xitoy hukumati Sharq Turkistonda sadoqatidan gumon qilgan har qanday kishini atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga avatishga tayyorlanayotganligini eskartgan. Yaponiya turishliq Uyg'ur faoliyatchisi Dr. Turmamat Hashim Apaldining ta'minlagan xabardan qaraganda 7 noyabr Yamada Hiroshi yuqori palata a'zosi parlamentining diplomatiya va davlat mudofaa komiteti yig'inida so'zga chiqib, Yaponiya tashqi ishlar ministri Mutakidin Xitoyning inson huquqlari dafsandichilik masalasiga hukumatning qanday muomalada bo'layotganligini so'ragan. O sözüde Amerika ve G'arbdagi ellarda ishga a'zo ko'chirish operatsiyasi uchun bir organni 2-3 yil saqlash talab qilsa, Xitoyda faqat 2-3 haftada, hatto bir necha kunda topqili bo'ladiganligini o'tirib qo'yib, bu masalaning qurbonlari Uyg'urlar ekanligini aniq aytib, Uyg'ur, Tibet va Hong Kong masalalarida Xitoyga deyishga tegishli gaplarni deyishni, bo'libmi inson organlarining majburiy ilib setilish to'g'riliq tekshirish ilib berilishini talab qilgan. Tashqi ishlar ministri Motik Xitoydagi ishga a'zolarni majburiy elish masalasida NGO va boshqa davlatlarning bu to'g'riliq dokladlaridan xabar borligini bildirib javob qaytargan. Muhammad Aleyhisselam dunyoga ko'z ochgan kun bo'lgan Rabiul Avval oyining 12 kuni idrok qilingan Mavlud Qandili islom dunyosiga nisbatan muhim bir kun va kecha hisoblanadi. Lug'at ma'nosi tug'ilgan joy va vaqti degan hukmni bildiradigan Mavlud islom madaniyatida bo'libmi Muhammad Aleyhisselamning dunyoga kelishini, bu doirada o'tkazilgan marosimlarni va yozilgan asarlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Turkiya Din ishlar idorasi diniy xizmatlar bosh idorasi tomonidan Mavlud Qandili munosabati bilan turli faoliyatlar o'rlashtirilgan. İstanbul'da Eyyub Sultan ve Fatih mescitlerinde, Konya'da Kapo mescidinde, Sparta'da Ulu ve Yeni Mahalle mescitlerinde maxsus programı dairesinde Kur'an-ı Kerim tilavat kılınıp, mevlüt okulup dua kılınıdı.
7 noyabr Kanada Toronto Sharq Turkiston jamiyati East Kevimli Bori nahiya hukumat boshlig'i Virginia xonim bilan Sharq Turkistondagi zulmlarni anglatish uchun ko'rishmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, dastlabki ko'rishga urinmagan. Chunki bu nahiya bilan Sharq Turkistondagi Shixanzi shahri 1998-yildan beri Akuk shaharlar do'stlik munosabat o'rnatgan bo'lib, 20 yildan buyon nurg'un dehqonchilik dorilarini eksport qilgan ekan. Muxbirlarning orqa kirishi bilan To'yg'un Abduvali boshchiligida Xitoy Demokratchilar jamiyati, Erkin Tibet tashkiloti, Bir Erkin Dunyo tashkiloti, Falun Gong, Tayvan va Hong Kong tashkilotlari imzo qo'ygan taklifni oxir qabul qilib, bir haftada javob berishga ma'qul bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda Kanada Berkeley universitetida Kanada Sharq Turkiston jamiyatining o'rlashtirishi bilan Sharq Turkistondagi zulm sistemlari anglatilgan. Bosh kotib E'tibor Artishining riyosatchiligida boshlangan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ko'chmanlar bo'limi mas'uli Mehmet To'xti, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining yoshlar bo'limi yordamchisi Ismoil Tahir doklad berdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.